Xotan viloyatining Cheri noyasida g'oyat zo'r ko'lamdagi yig'ilish lageridan yana 4 barlig'i o'ttirg'i chiqdi. Cheri noyasida 75 ming kishi qamoqda bo'lib, bu butkul noya nufusining 50% ga teng keladi. Turkiston agentligining xabar qilishicha, Xitoy doiralari rayondagi kishilarni yo yig'ilish lagerlariga qamgan yoki boshqa joylarga, hatto Xitoy o'lkalariga surgun qilgan. O'tir hisob bilan 200 gektarlik yerga qurilgan jazo lagerlaridan ikkisining Cheri noyasidan 4 kilometr yiroqlikda ekanligi va har biriga taxminan 1600 kishi qamalganligi o'tirg'i qo'yildi. Hong Kongda jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib berish qonunining parlamentda ovozga qo'yilishiga qarshi ko'chalarga chiqqan xalqning noroziligi hech besqimadi. Hong Kongda namoyishchilarning Xitoyga norozilik sifatida Sharq Turkiston masalasini o'tirg'i qo'yganligi bildirildi. Namoyishchilarning Hong Kongning hukumat binosiga yozib qo'ygan Xitoy Uyg'ur musulmonlari qilgan zulmning bedelini to'laydi degan xatlar diqqatni tortdi. Iran prezidenti Hasan Ruhani davlatiga qaratilgan barliq embargolar amaldan qoldirilsa, Amerikani o'z ichiga olgan barliq davlatlar bilan yangi bir boshlanish bo'lganligini aytdi. Iran prezident mahkamasi tarafidan e'lon qilingan bayonotda Ruhani bilan Fransiya prezidenti Makron telefonda ko'rishganda yadro kelishimini muzokkar qilgan. Ruhani Makronga Amerika yadro kelishimidan chekinib chiqqandan keyinmi bu kelishimni qo'g'dash uchun Iranning 14 oy strategik savr qilganligini aytgan hamda Tehronning yadro kelishimidagi ba'zi va'dalarini qisman to'xtatishning bu kelishimni qo'g'dash uchun ekanligini bildirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashi Trablusdagi musofirlar lageriga qilingan hujumda o'lganlar sonini qo'shganda Liviyada yaqinqi 3 oyda Birleşken Devletler Teşkilatı e'tirof qilgan qonunliq hukumat bilan general xavfar qismlari orasidagi to'qinishlarda o'lganlarning sonining 1000 ga yetganligi bildirildi. Hatto urush to'xtatib siyosiy suhbatlarga qaytib kelish chaqirig'i qilindi. Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashi o'rtaq bayonot e'lon qilib, Trablusdagi ko'chmanlarni tutib turish lagerlariga qilingan hujumni aybladi hamda har qaysi taraflarning jiddiyligini pasaytib, urush to'xtatishga amal qilishga chaqirdi. Qozog'istonda 79 yoshga kirgan tug'ilgan kunini o'tkazgan sobiq davlat raisi Nazarboyevning huquqlarining hammasini o'tkazib berishini talab qilgan nurg'un namoyishchi qo'lga olindi. 1989 yili hokimiyat beshiga kelgan Nazarboyev bu yil martda istifa berib, o'rnini To'qayevga qoldirgan edi. To'qayev tunji saylamda 70.13% ovozga erishib, rasmiy prezident saylangan bo'lsa-mu, lekin muhim huquqlar Nazarboyevning qo'lida qoldi. Cho'ng shaharlarning maydonlariga yig'ilgan namoyishchilar soqchilarning qarshiligiga duch keldi. Soqchilar namoyishchilarni taqtish jarayonida necha o'nlagan kishini qo'lga oldi.